Assalomu alaykum. Real Agro.uz kanalini ashaddiy podpischiklari. Noodatiy proyektda qo'l urganman. Bu yerda elan baliq ko'paytirmoqchiman. Chavoqlardan. Hovuzimiz 8 ga 5 bo'ladi. Salafan olib kelib yozdik. Salafan chalik biza o'ylaganda yaxshi sevmas ekan. Shuning uchun o'rtalariga bunday qo'yib qo'ydik. Boshqa salafan bor edi-da, shundan. Teshikchalari ham bor ekan, ochiqni aytganda. Bilmadim endi nima bo'ladi, nima qo'yadi, lekin suv hozir tashlab ko'ramiz. Sinov tariqasida agar salafanimizdan suv qochsa, suv qochadigan bo'lsa, salafanni almashtiramiz. Xo'p, shu almashtiramiz, koroj ustiga qoplaymiz. Yangi salafanni. Salafan shoshilishda olingan bu. Bu yerga где-то 65 kilo elan baliq chavoqlarini tashlamoqchiman. Suvlar tashlab qo'yganmiz. O'ta go'zal holatda chiqyapti suvlar, marhamat ko'rishingiz mumkin. Salafanga xudo berib yirtavermasin, ketmani qo'yib qo'yganman. Bu chuqur nimaga deb qiziqayotganlar bo'lsa, suv yozda isib ketib, variyoniy holatiga kelib qolsa, baliqlar sherda jon saqlaydi degan nimada qilingan bu. O'rtadagi hovuzcha ham bir eniga 2 metr, bo'yiga 3 metr, chuqurligi где-то 50 cm. O'rtadagi hovuzchamiz. Ko'ramiz endi. Bu yerda hammasi realni bo'ladi, xudo xolasa. Bunaqangi 1 milliard foyda qildim, 500 million foyda qildim demak, o'lganini o'ldi deyman, tirigini tirik deb aytaman. Bu bizga yarashmaydi odamlarga. Suvni mana olib keldik. Suv soatiga 15 tonna chiqaradi, lekin где-то 100 metr uzoqdan tortganimiz uchun taxminan 10 tonnalar bersa kerak soatiga. Ko'ramiz endi qancha vaqtda to'ldiradi, nima qiladi. Salafanimizning cho'ta ko'ngil to'lmayapti. Xudo xolasa tez ko'ramiz, bo'lmaydigan bo'lsa yangi yopamiz. Baliqlarimiz xudo xolasa nasib bo'lsa 3-4 kunda keladi. Zakaz qilib qo'yganman baliqlar. Ko'raveramiz nima bo'ladi, nima qo'yadi. Bu hammasi realni bo'ladi, xudo xolasa, anaqangi aldash u bu bo'lmaydi. Hammasini realni mana shu kanaldan kuzatib borsalaringiz aytaman, hammasini bitta. Bu bo'lmaydigan narsa bo'lsa, bo'lmaydigan. Hech kim qiziqmasin deyman. Agar bo'ladigan narsa bo'lsa, bo'lar ekan, yaxshi deb tavsiya beraman. Bu yerga где-то suv 15-20 kunda agar eskirsa, chiqib ketish uchun mana turbani qo'yganman. Turba ham katta вообще. Yana ko'rinmashi mumkin sizlarga. 150 lik turba. Agar nima bo'lsa, suv tashlaymiz, boyagi suv yomon bo'lib sasib ketadigan bo'lsa, yoqda yangi suv tashlaymiz. Yerdan chiqib ketaveradi. Огородlarga qo'yamiz, yomon suv. Setgacha qo'yamiz, shu baliqlarimiz qochib ketmasin deb. Yani ko'raveramiz realni. Hurmatli podpischilar, bittadan like bosib tarqatingiz videoni. Hammasi realni bo'ladi. Jon bo'ram, men boshlab xudo xolasa.